Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Haytek stolimiz tayyor bo'ldi. Mehmonxona uchun yasatishdi. Buni rangi sariq emas, buni rangi tilla rang. Mana yaltirab turibdi. Quyosh tushganda. Mana yaltirash. Toza italyanskiy tilla rang olib sepilgan. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Haytek stolimiz tayyor bo'ldi. Mehmonxona uchun yasatishdi. Buni rangi sariq emas, buni rangi tilla rang. Mana yaltirab turibdi. Quyosh tushganda. Mana yaltirash. Toza italyanskiy tilla rang olib sepilgan.